тебя зацелую, обниму сильно-сильно, я тебя заколдую. Azarinani hamma u bu deb yomonlaydi. Ko'zlarini qara buni, lablari, nozlanishini qara. Sevdim deyish qizi bor-u. Gapirib ko'rsammikin? Nima derkin, agar xotinim bo'lmaganida shart uylanib olardim. Voy, takoy ekana ko'zlarini, voy menga qarashlarini yomon qilyapti lekin bu bola. Yaxshi yigit, uylanganmisiz? Uylangan ekan. Sen işlerin sahibesi, bense şairi. Geçmişem tükendim. Erkek kishi eng yoqtiradigan narsa ayoliga etmaydi-yu, lekin tashlayotganligi ayoladi. Duo ko'rgisi keladi, emotsiyasini. Prosta ayoli qivoradi. Kimlardir og'ziga endi ko'p hozir oilaviylarda bu narsa bor. Bor narsa. Misol uchun men o'zim klientlarim bor. Hijobli ayollarim ham bor deb kelishadi, oyog'ini qizil qildirib olishadi. Yo, dinyoga qildirib ketishadi. Erim oyog'i galatayim boribsam. Eri bilan уже shunaqa darajada telefon qiladi, qip-qizil qilib oldim jonim. Bugun nima qilamiz? Bo'ldi. Erimni yotqizib qo'yib, badanini yalab chiqsam, erkak kishi bu narsadan maza qiladi. Voy deydi. Shu ham bitta kishini yengil anaqa qilishidi. Yaladigan tochkalari bo'ladi. Конечно, uni bora-bora o'zi qattiq yalasa erkak kishi emotsiyasiga qarab bo'lib olsa bo'ladi. Instagramda endi sizga yoqmaydigan, lekin kuzatadigan iPhone, gullar, sovg'alar oladigan ayollarga endi siz ham aylanasiz. Bu safar turmush o'rtog'ingiz faqat sizga mehr beradilar. Kerakli, sevimli va juftingiz faqat sizga pul sarflaydigan ayol bo'lishni xohlasangiz, men sizlar uchun nozik psixologiya 18+ kursini ochdim. Sizni ko'chadagilardan nimangiz kam? Faqatgina sizga ozgina ilm yetishmayapti. Erkaklarni ko'ngliga yo'l uliga yoqadigan texnika, ya'ni turmush o'rtog'inglarni qaynoq mashuqa bo'lish sirlari va videoda aytib bo'lmaydigan gap-so'zlar meni kursimda bo'ladi. Murskoy pedikür nima uchun kerak? Oyoq qado bo'lib ketganida va ko'p erkaklarda uchraydigan muammo bu ichiga o'sgan tirnoq yoki etlari bo'ladi. O'shaning sababi bilan og'riq bilan kelishadi. Chunki ko'p erkaklarimiz do'ratchida ayniqsa ishlaydiganlar uchi siqilgan oyoq kiyim kiygan hisobiga ham tirnoq ichiga o'sishni boshlaydi. O'shaning hisobiga ular kelib mutaxassisdan olib kelishadi. Judayam ko'p savollar kurs haqida edi. Mana endi 0 dan boshlab sizga 1 oylik kursimga start beraman. 1 oy davomida amaliy darsda modellar bilan ishlaysiz. Modellarni o'zim topib beraman. Kurs davomida sizga apparatlarni o'zim beraman. Oladigan narsangiz faqat qaychi va materiallaringiz bo'ladi. 1 oyda ideal darajada master bo'lib chiqib ketishingizni garantiya beraman. Kursning ichida nimalar bo'ladi? Manikyur, pedikyur, narashivание, french chizish, dizaynerskiy darslar hamda bonus tariqasida Instagram yurg'izish, klientskiy baza yig'ishlarni 100% garantiya bilan o'rgatib beraman. Menda o'qib chiqib ketganidan keyin sizlar uверенный bo'lib, o'zingizga katta daromad va o'zingizlarni как mas'uliyat his qilib, oxirida sertifikat beraman. Nacholli rasmlarga tushamiz va o'zingizlar xohlayotgan rayonda ish topishga yordam beraman. 0 dan boshlab o'rgatiladigan kursimga 4 ta dona qiz olaman. Tez va shoshilib yozib oling. To'liq ma'lumot uchun bu nomerdagi telefon qilsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum Zarinaxon, yaxshimisiz? Sizni Instagramda ko'ruvdim, videolar tarqab ketgan ekan, shunga keldim. Qanaqa videolar? Voy, rosa qilayotgan videolaringiz. Tirnoqlarni asalin. Tirnoqlar qo'ying. Menga qara. Eringni berib qo'ydikmi deyman de. Вообще такое buni. Bo'pti, yig'lama. O'zim joyga solib qo'yaman bo'la. Ha, bo'pti. Anaqa ishlaringizni tuzatdim de. Erkaklarni ham qilasizmi? Ha, erkaklarni ham qilaman. Ammo kim bitta sirojmi degan bola ham kelib turarkan-a? Nima ketam? Yo'q-e. Lekin bu bola sizga mosmas ekanda. Chunki siz osonligingizni qarang. Voy, nima uchun qiz ekansiz? Savolni ko'ryapsizmi? Ko'chada turgan mushani ko'ryapsizmi? Ha. Mana shu baxt.
shular hammasini sizga qilib berganmi? Конечно, hammasini haligacha gapirib chekkaga chiqib keldik-ku, endi degani ketamiz. Ha, buni xotini bor, bilasizmi? Bilaman nima qilibdi? Mani dugonamni bitta gapi bor, uni ham bilasizmi? Nima gap? Musir ekansan. Nima? Mana senga. Likildoq, shu yerda dugonamni yerini oyoqlarini qiluvmini? Buni ham dugonamni. Yero Mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Uchi ovozini qimirlamayapti. Sindirib yuboraman. Avval, dugon, erini o'ynashi zarini mazza qilib urmoqman. Pari? Oy. Sen zarimisan, parimisan? Zariman. Voy asalim jonim. Dugon yozib olsa ko'rgan bo'lasiz. Voy,